51 tonnadan gektariga bizni mana shu yerda agar mana shu yo'limiz mana shu agatimiz 13158 metr bo'lsa, deylik, 13158 metrdan hop 51 tonna 51 tonna kartoshka olsak bo'lar ekan. Rahmatullohi barakatuh, bobo dehqonlar, hammaga xayrli kun, xayrli tong. Bugun 10-iyul. Kartoshka ekkanimizga ro'parasi 100 kun bo'ldi. 30-mart kuni ekilgan kartoshkalarimizni navbatdagisini ko'ryapmiz. Bundan oldin Vaguye va Kolumba navlari bor edi. Ikkalasini ko'rib oldik, natijalarini ko'rsatdik. Bundan oldingi videolarga qo'ydik, bobo dehqonlar. Bugun Arizonani ko'ylab e'tiborlarga havola qilamiz. 1 gektar yerdan Arizona ekib nechta tonna hosil olsa bo'ladi? Mana shu dalamda yetishtirilgan nimani o'zimni yetishtirgan mahsulotimni o'zim tahlil qilib beraman. Bu qilayotgan tahlil boshqa dehqonlarning yeri, boshqa dehqonlar dehqonchiligi, boshqa viloyatlarda yeri emas. Aynan Farg'ona viloyatining Toshloq tumani Zakin shaharchasini Bo'yoqo'l mahallasidagi men qilayotgan dehqonchilik qilayotgan yerdagi tahlil. Bunga hamma o'zini fikrini bildiraveradi. Faqat shu joylarni inobatga olib berasizlar. 30-mart kuni kech qolib ekilgani, biz nijniy zonada, shu pastki zonalarda qanchalik hosil berganini mana ko'rasizlar, o'zlaring guvohi bo'lasizlar. Kanalimizni kuzatib boringlar, layklarni bosib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz dehqonlarni, xudo xolasa biz sizlarga o'zimiz qilayotgan dehqonchiliklarda yer tayinlashdan boshlab toki pishkingadir bo'lgan jarayonlarda qo'limizdan kelgancha yoritib beramiz. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Qani bo'lmasa boshladik. Dostonbek, metr tushanchi 330 o'lchaymiz. Nimaga aynan 330 deydigan dehqonlarimizga ashti belgilab qo'ying bo'ldi. Xo'p, 330 qatdan kelib chiqyapti deydiganlarga agat bilan agatni orasi 76 bizda. Agar 76 agatga ekkanmiz. Sababi traktorimiz shu 76 ga tushadi. Hop. Matematikali hisoblab beramiz. Oldin mashinasiga ko'p muhokama bo'ldi. Qatdan keldi. Nimaga aynan 4000 ga ko'paytirilyapti degan savollar bo'ldi. Hop, 76 lik agatdan hop 1 gektarda 13158 metr bo'lar ekan. Bu qanday chiqadi desa 100 ga 100 metr, eni 100, uzuni 100 metr joyda ulas bo'linsa, o'sha 76 ga 0.76 ga bo'linsa 13 kilometr 158 metr chiqar ekan o'shaga. Pagonometr qilib 0.76 dan qilib shu 1 gektar yerda uzunasiga ulab chiqilsa. Shu 13158 metrda misol deydik 3000 ga yo 4000 ga yo 5000 ga ko'paytirsak 3 metr, 4 metr, 5 metrda ko'lash soni kelib chiqadi. Biz shuni 330 o'lchadik, 4000 ga bo'ldik. 13158 metrda 4000 ga bo'lsak 330 chiqyapti. Hozir shu 330 dan chiqqan hosilni tortib turib 4000 ga ko'paytirsak 13158 metrdagi, ya'ni 1 gektardagi hosilni tahlilini qilgan bo'lamiz. Qani bismillohni boshladik bo'lmasa. Hop. Yulamiz oldindan. Dostonbek, aqdan baqa qarab yurib kelib, aqdan baqa bismillah. Bu Arizona navimiz. Hop, chiqishi boshlanishi mana xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'r. Bizda hozir biz yerda Kolumba bilan Vaguyening natijasi zo'r bo'ldi. Chilgi kartoshkalarda. Onun 30-mart kuni ekilgan edi kartoshkalarimiz. Mana hozir ro'parasa 100 kun bo'libdi. Kartoshkani ekilganiga
100 kunda ko'layapmiz. Kartoshka haqiqiy pishib yetilgan. Faqat bizni kamchiligimiz poyasini o'rib 3-4 kun, 5 kun, 4 kun kutmadik. Bizni kamchiligimiz. Boshqa ishlarimiz ko'payib ketib qoldi, shuni qilolmadik. Qolgan hamma agrotexnikalarini chiroyli qilib qildik. Xo'p. Yoki o'sha betiga sepib, o'sha nima deydi, bargiga sepib turib, bagini quritish, o'sha Reglon degan bir dori bor, maxsus o'zining dorisi. Palayda xullas qisqasi tuganaylarga so'rdirish deydimi, shunaqa bir palaydagi ozuqani tuganaylarga o'tkazadigan shunaqa jarayon bo'ladi. Bir qatta 10 kilo. Shunisini qilolmadik xolos. Shu reglonda sepmadik. Lekin kartoshkamiz o'sha aytilgan kuni 100 kunlik degan bo'lsa 100 kun mana Prime bilan Fantane navlari 100 kun 110 kun deyilgan. Arizonalar 80-90 kun deyilgan. Mana Arizonani 100 kunda ko'layapmiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Endi qo'lda sekin qilamiz. Yo'q, ketmonda-yu qo'lda amalga oshiramiz jarayon. Videoda ancha-muncha kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bismillah. Kartoshkamiz kech ekilgan edi. 30-mart. Shunga qaramay, lekin hosil o'ta zo'r bo'lmasa ham, lekin rizqqa yarasha, nasibga yarasha bo'ldi. Agar ertaroq ekkanimizda bundan ham yaxshi natija hosil bo'lar. Bitta ko'lab olasanmi, Dastonbek? Qani sal-sal qo'rsab ketmonda. Shipko'yda oson bo'ladi-da. Uchu 3 metr 30 santimetrdan chiqayotgan hosil. Arizona rosa chiroyli. Kartoshka hosildorligi ham zo'r ekan. Bu ertakiga bahorga ekib ko'rdik. Juda chiroyli, juda sifatli chiqdi. Biz yerimizda qumchalish bo'lgani uchun o'ta chiroyli, o'ta sifatli chiqdi mevalar. Xo'p, mashikani endi bor-a. Xo'p, tarozni yoqamiz. Qani qo'yinchi Dastonbek. Xo'p, mana endi 9 kilo 666 mi? Bo'lsa
666. 660 gram deylik. Uniga chiqib ketsin. 9 kilo qolyapti ekan. Hop. 9 kiloni 9 ni ko'paytiramiz 4000 ga. Hop, Arizonamiz bizga hozir kechki ekkanimiz hisobiga gektariga 36 tonna beryapti ekan. Arizona uchun bu ko'rsatkich hozir biz yerda oz ko'rsatyapti. Arizonani men eshitgan, internetda ko'rgan, dehqonlarda kartoshkasini chiqishini ko'rib turib, o'sha internetga qo'ygan videolarni ko'rib turib 50 tonna, 60 tonna olayotgan dehqonlar bor bu Arizonadan. Bizda 36 tonna oz ko'rsatkich bo'lyapti. Endi biz bitta joyda ko'ylab turib, qo'ydan bitta ko'ylab ko'raylikmi? Arizonadan yana bitta, sal naridan bitta ko'ylab ko'raylik-da. Metrda olib. Qalay o'rilgan joyda. Hop, yana bitta 330 o'lchaylik. Soting. Sot. Ha, to'g'ri, ashdan 330. Yana-chi. Hop, 320, 330 bo'ldi. Sizing. Hop. Tashqaridan olib keling. Qani? O'zi bitta yerdan, misol 1 gektar yerdan deylik, yo bitta ayatdan 3 ta 4 ta joydan bir ko'lansa, keyin endi o'rtasini olish kerak. Buni ham shunaqa qilib bitta ko'lab ko'raylikchi. Bismillah. Buyog'i yaxshi chiqadi shekilli, Dostonbek. Endi agatimizni boshi sifatli-ya, chiroyli. Arizona navi haqiqiy. Erta bog'orgida o'rnada qo'yganimizni. Hozir bizcha o'sha bitta joyda ko'ylab turib, sal o'zimiz xulosa bildirgandek qilib qo'ydik. 3 ta joyini ko'ylash kerak. 3 xil joyini ko'ylaverdi. Bo'lgan joylar mana yashidan olib soling. Va, hosillar qaranglar. O'ta chiroyli, o'ta go'zal. Bundan oshiq bo'lmasa kerak kartoshka. Qaranglar. Ro'zi Muhammad. Zo'r-a? Mashallah. Endi mana hozir mattan bitta ko'ylab torsib ko'ramiz. Mana hosilani. Qo'lda olib ko'ramiz keldi Dostonbek. Hardan baqa kelo. Yo, qo'lda ko'ylar. Keyin endi ketmonda salma qilib o'ramiz. Endi tahlil qilish uchun katta kichik hammasini solyapti bu dehqonlar. Keldingizmi Ro'zi voy? Bu yaxshi chiqargan mana. Mattan. Birinchi 3 metrimiz bu ikkinchi 3 metrimiz. Dostonbek endi mana ketmondan bunday qilib chiqing chiqani. Bunday qil. Ancha-muncha qolgan tutgani bo'lsa
ikkinchi qavatga solib qo'yganlar. Yo podvalga solib qo'yganlar, ha? Xo'p. Bo'ldi shikiliga? Ha? Yo, yaxshi. Yaxshi chiqdi bu safar. Alaykum assalom. Kelasan Ro'ziboy? Qani tortib ko'raylik-chi. Olib kelinglar-chi. Ne yapayımız? Hop. Bunda mana 15 kiloyu 120 gram. Bundan 15 kilo 120'dan ayıramiz 640 320 gramdan kelganmiz. Ne oldu 640? 14 kilo 14 kilo 480 gram ko'paygan. 14 kilo 480 ko'paygan 4000 ga. Ana bunda endi 57 tonna 920 kilo chiqyapti gektaridan. Hop. Yana bitta ko'raylik. 3 ta joyda, ha? Ikkita yaxshi qolib tarozi olib yuringlar-da. Bir yo'li bitta mana shu deylik bir 100 metrlik agatimizda 3 ta joyini ko'ryapmiz mana. Boshidog'idan, mana o'rtarog'idan endi sal pastki tarafrog'idan. Hozir qolib mana endi mana shu yerdan bitta 330 qaqa ketdi endi Dostonbek. Nari boshdan ham bas samdirog'idan. O'lchaylik. Xo'p, 330. Siz var. Ya yulaveramiz, halalan yulib ko'laylikchi. Yo bittadan ketma urib to'xtatchindek qilib qo'ychi osonroq chiqamiz. Qochib turchi Dostonbek. Arizona ko'rinishi icha oq bo'lib, o'zi sifatli ko'rinishi chiroyli. Lekin oqligi uchun bizni bozorlarda sal nima deydi? İçi sariq, usti sariq kartoshkalarga nisbatan narxi sal pastroq yurar ekan. Lekin mazasi yaxshi. Mazasini yeb ko'ryapmiz, misol mazasi yomon emas. Endi shirin bo'lsa bo'ldi, kartoshka sifatli bo'lib shirin bo'lsa bo'ldi. Rangi hech narsani o'zgartirmaydi. Asosiysi mazasi yaxshi bo'lishi kerak. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Endi hammaning ko'ngli har xil. Buni kimdir suymasligi mumkin, kimgadir kartoshkani umuman qiziqi yo'q bo'lishi mumkin. Kimdir mazasini tushunadi, kimdir tushunmaydi shunaqa. Agrover kartoshkachilik klasteri tomonidan 5 xil berilgan urug'larda dehqonlar biz qo'limizdan kelgancha mana ekib tikdik.
qo'limizdan kelgancha qaradik, yaxshi qaradik. Endi şöyle Allohga shukr, mana 30-marta ekilgan kartoshkalarni ko'la mana hosilini ham olyapmiz mana. Havoda qolib chiqishi yomon emas. Kech qolib ekilgan bo'lsa ham biz endi asosan vodiyda shu biz yashab turgan joylarda fevral oxiri, mart boshida ekadi odamlar asosan. Hop, tortamiz. Necha kilo? Ha? Ha, bu tomon ham yaxshi chiqdi. 15 kiloyu 44. Hop. 15 kiloyu 440 endi minus 640. 14 kilo 800 chiqyapti. Hop, 14 kilo 800 ko'paytiramiz 4000 ga. Mana endi 59 tonna 200 kilo beryapti gektardan. Plus bundan oldingisi necha kilo chiqadi? Hop, bundan oldingisi 14 kilo. Buni eslantirishda 59 kilo 200 bo'lsa, keyin bundan oldingisi 14 kilo 480. Hop. 14 kilo 480. Ko'paygan 4000. 14 kilo 480 ko'paygan 4000. Hop, 57 tonna 900 chiqqan ekan. Boshida 36 tonna chiqdi. Mana 3 ta joy tekshirib ko'rdik. 57, 59, 57 920, 59 и 36. Hop. Endi 3 ga bo'lamiz. Bittasini 58, bittasi plus, bittasini 36 plus, bittasini 59 plus. Bo'lsa 153 bo'lingan 3 ga desak 51 tonnadan gektariga bizni mana shu yerda agar mana shu yo'limiz mana shu agatimiz 13158 metr bo'lsa, deylik, 13158 metrdan hop 51 tonna kartoshka olsak bo'lar ekan. Videoni oxiriga qadar ko'rganlar layklar bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Kecha zeriktirib qo'ygan bo'lsak, ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib bersizlar. Bizga berilgan 5 xil urug'dan 3-sini sinadik. Bundan oldingisi Kolumba, Vaguya, 3-si Arizona bo'ldi. Endi navbatda Xudo xolasa ertaga olamizmi, indinga olamizmi? Prime bilan Fantaniya qolyapti. Shularni Xudo xolasa erta indin ko'rsatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.